489 ming so'm bilan shu ko'rayotgan do'q konturni katyol olib ketsanglar bo'ladi. Bu yog'iga qish kelyapti. Qish g'amini yoz deyish kerak, arzon bo'lgan payt deyish kerak. O'rtoqlar ko'ryapsizlar, do'q konturni katyolimiz Atlantic brendidan. Bu ikkita kontur uchun mo'ljallangan, ya'ni ham bu uyingizni isitib beradi, undan tashqari issiq suv ham chiqarib beradi. Buni ham ikki xil varianti bo'ladi. Kondensatsionniy varianti bo'ladi, undan tashqari mana ko'ryotganingizdek atmosferniy varianti bo'ladi. Atmosferniy varianti 160 kvadratdan 400 kvadratgacha mo'ljallangan variantlari bor. Endi kondensatsionniy variantiga keladigan bo'lsak, 180 kvadratdan 400 kvadratgacha bo'lgan variantlari do'konimizda mavjud. Bu ko'rayotganingiz atmosferniy hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, ichidagi komplektida nimalar chiqadi. O'zini mana bunaqa stabilizatori bo'ladi, mana bunaqa o'zini kerakli narsalari, ishlangalari bo'ladi. Xuddi shu ko'rayotgan variantimizni 489 ming so'm oylik to'lov bilan Elitstroydan olib ketsangiz bo'ladi. Naqdga olaman deydigan bo'lsanglar, naqdga optim narxda muddatli to'lovga bo'lsa 3 oydan 24 oygacha bemalol bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Pastda nomer qoldiramiz, murojaat qilaverasizlar.